Kelinglar, hozir risovarkada xuddi shu nukus guruchini qanday pishirilishini o'rganamiz. Risovarkamiz 8 litrli 2,5 kilo guruch qo'ysa ideal qilib pishirib beradi. Agar 8 litrli risovarkaga 4-5 kilo guruch solib pishiradigan bo'lsak, tagi kasha bo'lib, usti xom bo'lib qoladi. 2,5 kilo guruchni tarasiga solib, 3-4 marta sovuq suvda, suv shaffof bo'lguncha yuvamiz. 2,5 kilo guruchga 2,5 litr suv qo'yamiz. 1 bo'ladi har doim. 30-35 minutga qo'yamiz. Guruchimiz tayyor. Risovarkamizni tarasi yupqaligi uchun guruchimizni tayi ozgina qorayib qoladi. Olib tashlaymiz. Bu sariqlar qolib ketsa, rollarimizda juda xunuk bo'lib ko'rinadi. Guruchni maxsus uksusini qo'shib aralashtiramiz. Uksusni guruch issiqligida qo'shsak, tezroq shimib oladi. Har bir dona guruchga uksus tegizib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Guruchimizni yaxshilab aralashtirib oldik. Endi uksusini shimib olish uchun 5 minut dam beramiz. Tezroq sovishi uchun har 5 minutda aralashtirib turamiz. To'g'ri pishirilgan guruch shunaqa dona-dona bo'ladi, yopishqoqligi ham shunaqa bo'ladi, aralashtirishga ham oson bo'ladi. Agar uy sharoitida 9 xil rolni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, 17-may kuni master klassim bo'lib o'tadi. Quyidagi raqamlar orqali bog'lanib, batafsil ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Master klassda guruchni qozonchada pishirishni ham o'rgataman. Joylar soni cheklangan, ulgurib qoling. Hammani kutib qolamiz.